Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Xo'p, kamerani o'tmanda gapimni davom ettiraman do'stlar. Juda ham ko'p O'zbekistonda Telegram kanallarda, shu Instagram, juda ko'p tarmoqlarda Moskvada juda ham dahshatli portlashlar bo'layapti. Dronlar hujum qildi degan video roliklar tarqalayapti do'stlar. Bu haqiqatan bo'lgan, lekin Moskvaning sentrlari hamma yo'q tinch. U chekka joylarda shunaqa vahimali narsalar bo'lgan. Lekin mana ekan Moskvaning sentrlaridan biridaman. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsizlar. Mana hamma o'z hayotida davom etmoqda. Hech qanaqa bir vahimaga berilishi hojati yo'q. Hamma ishga ketyapti, o'qishga ketyapti. Mana unaqa vahimali narsalar yo'q. Mashinalar ham o'z managa yo'nalishda davom etyapti. Hech qanaqa yo'llar bekilgani yo'q yoki bir o'qish-bo'qishlar yopilib qolgani yo'q. Hamma yer joyida. Mana hamma ishga mana ko'ryapsizlar. O'qishga, ishga vahima qilmayna, faqat ota-onalarimiz davay kel, uyda shunaqa dahshatli narsa bo'layotgan ekan deb vahima qilishyapti. Shu video roligini qo'ldan kelganicha tarqatinglar, chunki O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari hammasi shu yerda rizqini terish maqsadida, pul ishlash maqsadida kelib ishlab yuribdi. Shu video roligini tarqatinglar. Mana musofir aka-ukalarimiz ham mana bu yerda ishlashyapti. O'zingizga guvohi bo'ldinglar, hamma yo'q tinch, vahima qilishga hech ham hojat yo'q. Moskvani shu sentrlardan biridaman o'zim. Mana hamma yerni olib ko'rsatdim. Tarqatinglar do'stlar, ota-onalarimizni ko'ngillari xotirjam bo'lsin shu video roligini ko'rib.